Xullas, undan bundan har xil jismdan jumla jahondan yaralgan hamma mahsulotlar. Bu video quruvchi va ustalarga juda ham foydali bo'ladi. Nimaligini videoda oxirigacha ko'rsangiz bilib olasiz. Hozir biz Qo'rg'ontepa tuman Ekobozor yonginasidagi 3 qavatli obyektda turibmiz. Ko'pchilik bu narsadan xabari yo'q. Andijondan yoki boshqa tuman shaharlardan buyurtma berib qilishyapti. O'zi aslida bu yig'ma monolit Qo'rg'ontepa tumanida necha yillardan beri qilinib kelyapti. Bu videoni ustalarga yoki katta quruvchilarga yuborib qo'yasizlar. Hozir batafsil A'dan Y'gacha tushuntirib o'tamiz. Omadillo keling. Omadillo o'zingizlarni xizmatinglar, ya'ni firmalardan boshlab yig'ma monolit haqida tushuncha bersiz. Xo'p, bizning firmamizning nomi Ravshanbek beton mahsulotlari. Aka, biz bu beton mahsulotlarini monolitni 2-3 yildan beri qilib kelyapmiz, Xudoga shukr. Bu beton mahsulotlari aka yengil, ham yig'ib terilishga qulay bo'lgani uchun kran kirolmaydigan, manipulyatorlar kirolmaydigan joylarga ham bemalol kirib o'rnatsa bo'laveradi. Misol tor ko'chalarga ko'pchilik odamlarning uyiga mashina kirolmaydi, bemalol o'rnatish mumkin. Qulay, ham yonboq. Hozir meni qiziqtirgan narsa necha metrdan necha metrgacha qilsa bo'ladi bu narsani? Seysmopoyezdan seysmopoyezga oralig'i 6 metr. Bu balki tashagan balkalarimizni ichida ikkita pastida, tepada bitta armaturasi bor. Oralig'iga teriladigan penoblok, shlakablok, gazoblok, polistiroblok tersa bo'laveradi. Nimaga ishlatishiga qarab terilaveradi. Bu obyekt necha kvadrat? Sizlar kvadratga kelishasizlarmi? Xohlasa kvadrat, xohlasa sexni o'zidan. Bu yerda kvadrati 450 kvadrat. Bu yerda kvadratiga butkul tugatib berishga olganmiz. Xohlasa sexni o'zidan ham bera olamiz, xohlasa olib borib o'rnatib ham bera olamiz. Ko'p joylarga Farg'ona, Namangan, Andijon viloyatlariga ham qilib beryapmiz. Dastavkasi o'rtada kelishiladi. U yoq yo bu yog'ini qilamiz. Plitadan nima afzalligi bor buni? Plitadan aka bu yerga tepa tom yopilib bo'lgan plita qo'yishning imkoni yo'q bu yerga. Plita kran o'rnolmaydi, ichida ish qila olmaydi. Biz bu yerga manipulyatorda ham emas, oddiy tal o'rnatdik. Talda hamma yo'lda ichkariga kirib ishlatyapmiz. 450 kvadratni bir oyda bitkizdek deyapsiz. 6 metrlik plita qo'yganda balki 10 kun yo bir haftada bitkizardi. Qanday afzallik shu plita bilan bog'liq holatlarda aytsangiz-da endi. Plitani bo'lishi mumkin, 15 kun, 10 kunda terib bo'lishi mumkin, lekin uni ustiga, oralig'iga quyiladigan betonlari, keyin uni ustiga steyashkasi bor. O boshqa mayda-chuyda ishlari bilan bu ham yetib boradi bir oyga. Lekin biz polni steyashkasidan tortib, orasiga quyiladigan betonni hamma yo'g'ini o'zimiz xizmati ichida qilib, nafaqat plitadan, boshqa narsadan ham arzonroq qilib bitkizib beryapmiz. Yig'ma monolitni past qismidan ko'rsatdik. Hozir aynan ana shu obyektni ustiga chiqqanmiz. Bu yerda qanaqa jarayon ketyapti? Omadillo ukamiz tushuntiradi. Aka, bu qilayotgan yig'ma monolitimiz qolgan plitaga nisbatan baquvvatligi bitta plita bo'lib qoladi, hamma yo'g'i. Har bitta balkaga har 50 sm da armatura tashlaymiz. Keyin bu kelishuvga qarab ustiga setka tashlanadi. Keyin qolgan udostovalarni qo'shib bitirilaveradi ekan. Berilaveradi. Ko'rib turibsiz, bu yerda tom yopilib bo'lgan. Hop, buni yerga imkoni yo'q, plita bosishdi. Yo bo'lmasam tomni ochib, boshqatdan buzib qilishning imkoni yo'q. Yo yog'ochda bo'ladi, yog'ochlarda qilishning imkoni yo'q, chunki katta obyekt, yong'indan, boshqa narsalardan, xavf-xatardan saqlagan holda biz maxsus tal o'rnatganmiz aka. Balkalarimizni, hamma yo'g'imizni maxsus talimiz orqali olib chiqamiz. Bu yerda tezroq bitirish uchun ham shu sharoitni qilganmiz ekan. Hurmatli do'stlar, Ravshanbek beton zavodida barcha beton bilan bog'liq mahsulotlar bor. Latok, yig'ma monolit, kal so'rismi, xullas undan bundan har xil jismdan jumla jahondan yaralgan hamma mahsulotlar manzil o'sha Botir aka choyxonasidan kirganlarda, ya'ni xalq tilida aytganda garaj ko'cha. Omadillo telefon nomerlarini yozib qo'yamiz. Telefon orqali bog'lanib, o'zingizlarga obyektivlarni ko'rsatib, buyurtma berishingiz mumkin. Hammanglarni Ravshanbek betonga taklif qilaman, kutib qolamiz. Qurilish bilan bog'liq, shu beton bilan bog'liq mahsulotni olaveringlar. Hammasi ko'ngildagi bo'ladi.